Ko'pchilik bilan ishlab shuni bildimki, 30 yoshli yosh bolalardan 20 yoshli o'zini ustida ishlaydigan mas'uliyatli bolalar yaxshi ekan. Assalomu alaykum. Oldinlari bunaqa jiddiy ishlarni yoshi katta, ko'p ko'rgan, tajribaga ega ustalarni qidirib, keyin qildirilardi, lekin mana yosh shogirdlarimizni qilgan ishlariga baho berib o'tasizlar. Nechinchi yilsan? 2003-yilman aka. 22 yoshli bola mana shu mashinani mas'uliyatini olib, mana polirovka jarayonida, xudo xolisa keramikasini ham qilib beradi. Ko'rsatuv ish sifatini ko'rsatib qo'y, o'chirib. Mana 2 etap polirovkadan keyin mashinani shu darajada o'zgartirib beradi. Bitta artor endi. Mana kimlardir internetda reels ko'rib, telefonda PUBG o'ynab vaqt o'tkazadigan paytda yosh shogirdlarimiz hunarni o'rganib, xudo xolisa soqqani bosishga harakat qilishyapti. Ko'rsatib ber bu joyi ham sifatini. Oromgohdagi filialimizda kontrol qiladigan shu bola bo'ladi. Nomerini qoldiraman. Xizmatlar bo'yicha Islomboy doim aloqada.